kalası keyingi bu şirkette keyingi oyunlarda hani içki yollarda YouTube alış niyetimiz var. O da. Asfalt birikib chiqib kelib boradi mana. İçki yollardan bütçetke koyup YouTube alsa içki yollarımız var. Sen nasıl hazırak şulardan ürettirip alamız. Bu da kalece. Mana 6 cm atmetlik ayağı. Preslangani bilan 6 cm bo'lgan. Asfalt nereden kelib turibdi o'zi? Asfalt zavod qaysi? Kalsoyning ayog'indagidanmi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 9-oktyabr 2025-yil. Beruniy tumani Turon mahalla katta yo'l ko'chasi уже asfaltlash ishlari boshlanib ketdi. Ish qizg'in ketib turibdi. Hozir videoga syomka tushirib sizlarga ko'rsataman. Kanalimda yangi bo'lsanglar, hammangiz obunani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, yaxshi videolarni chiqarishda davom etaman men. Videoni qo'llab-quvvatlanglar. Mana bu yog'imiz Markazga ketadigan yo'l. Bu yog'imiz tog'xona. Уже shu yerdan boshladi. 1 kilometr 702 metr. Tap Beruniy Krupskiy maktabining yonidan Sentralniy yo'lgacha Kristal to'yxonaning yonidan o'tib Sentralniy yo'lgacha chiqadi mana. Serqatnov joy bo'lib turibdi bu. Mana yo'llarga agrajinalar qo'yib, mana to'sib qo'yibdi. Ehtiyot bo'laverasizlar. Bir kun to'lka. Ish qizg'in ketib turibdi mana. Mana shu yerlarni yamagan mana. Cho'tga deb ulavergan bu yog'ini. Xudo xolasa, yo'llarimiz ravon tekis bo'ladi mana. 2025-yil Bernuyda katta yangiliklar bo'layotir mana. Yo'llar asfaltlanyapti. Ko'p odam aytadi, yo'l asfalt yupqa deydi. Bu yerdan katta mashinalar yuradi deydi. Do'stlar, yo'l asfalt yuqa emas do'stlar. 8 cm quyilib boraturadi. 10 cmday. Preslangani bilan 6 cm, 7 cm bo'ladi. Mana xohlasanglar o'lchab ko'rishlaringiz mumkin. Mana Aqsaqol, damkomlar ham shu yerda. Yo'l uklon ham normalniy, suv turmaydi yo'lda. Prямо ikki chetga oqib ketadi, uklon etib tushib boradi. Birinchisi 50 metr oldinda olib ketib boradi, 3 metrda, ikkinchisi 3 metrda olib boradi. Yo'lning yana 6 metr bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa kechgacha bu yerda bitirib ketadi degan umiddamiz. Ana shu lotogina tugadi ekan. Avtomatik tartib oladi asfaltni, anag'inda rezvat tekislab yayadi. Vibratsiya berib. Mana kamazlarda kelib turibdi mana. Izi uzilmay, u anag'inda uchirdi o'sha kamazlar. Kelib turibdi. Xudo xolasa tez bo'ladi bu. Assalomu alaykum. Farmonlar, amasizlarmi? Siz chirsam bo'yimi? Bir narsa devaring, bu asfalt nerdan kelib turibdi o'zi? Asfalt zavod qaysi? Kalsoyning ayog'indagidanmi? Xudo xolasa bugun bo'ladi-ku bu yerda. Simes tugu, adeniy simes tugasizlarmi telefon?
Netsa? Vaqtimiz yo'q ular. Ondan esa to'kmaysizlar axir, ha? Pulga o'zlari naq pul bersa, zakaz etsa to'kib berasizlarmi? Ya bundan esa ishlamaysizlar. Firma-ku, ha, sizlarga? Qanday firma? Shabboslar. Shabbos Tosh. MCJ, ha? Necha yillik staji bor? 20 yildan beri Kamaz deydi ekan. Asfalt qonga deb turibdi. Yomon emas. Buna emotsiya, moylarni sevgan. Bu asfalt yerga qattiq yopishadigan, o'sha yerni namlab, preslab, yerning tashini chiqarib, betondan ham qattiq hozir mana yer. Ertang asfalt ko'chib o'ynab ketmaydi. Bir hafta 10 kun bu yo'lni taxladilar do'stlar. Bu чтобы asfalt ertang sinib, g'altin bo'lib qolmasligi uchun bu yil asfaltning 20-30 yil, 50 yil garantiya ekan bu asfaltga. Ana shu asfalt neda yayadi? 3 metr ana shuning eni. 3 metrda oldinda birov operator, orqa birov olib keladi yana 3 metrda. O'sha yo'lning eni 6 metr. Ana yog'inda ya bu yog'inda trotuar bo'ladi, so'ng keyinchalik. Mana Kamazlar turibdi mana. Xudo xolasa gazini berib yapti bular. To'g'ri 380 yo'lni oching xudo xolasa. Sizlar ko'kasib boraman. Ya suda atıldı mı?
6 metr. Nechaga? 6. 6mi? 6dan ko'pmi? Qo'shni 6 metr. Ana nesi necha santimetr? Asfalt birikib cho'tki bo'lib boradi mana. Hani yaktan ucu buraya basıp yatır. Yap. 8 santimetr. Ustaga ketib qolgan. Eng pasiyatni o'lchab ko'raman hozir. 7 santimetr. Ana o'rta baland bo'ladi ekan. Чтобы bu yoqqa uklon bo'ladi ikki yog'i. Suv turmaydi shunday yo'lda, ag'ib ketadi bu yoqqa. Sразу. Yo'lda suv qolsa, yo'lning sifati qochadi ekan. Ana 6 santimetr atmetr oyog'i. Preslangani bilan 6 santimetr bo'ladi.
Elдің o'zi birchiligi bu do'stlar. Elda o'zi birchilik bo'lsa, yo'llar shunday asfalt bo'ladi, hamma narsani ishlasa bo'ladi. Xudo xolasa 2025-yil Shabbozda katta yangilik bo'ldi. Ko'p yo'llar ishlandi. Xudo xolasa 26-yilga tayyorlaninglar, 26, 27, xudo xolasa eldimiz до конца периодында. Open budjetga qo'yasizlar, ishlayverasizlar mana. Asfalt muammo bo'lmaydi endi bundan buyog'i. 90lar bo'ldi atak. 1,5 oy 2 oyning ichida ishlab ketadi. Ana shu texnika yursa, asfaltni shkalat etib chiqarib beradi ana shu. Mana bu tiyinda buna g'izir-bizir mayda nelar qolmaydi mana. Ana shunday yerlarda shkalat etib ishlab beradi ana shu. Kachtivinni etib beradi bu. Шоколад. Usta yol yok bu yakta. Yol yok. Ana уже bilmaganlar kelib turibdi do'stlar. Bu yo'l 24 soat turish kerak dedi. Yo'l yo'q. Turan mahalla katta yo'l ko'chasi bu. Bizim mahallemiz bilen bir yıl Open budjettan asfalt yutib aldık. Rahmet mahallemizge, onu teşkil etken prezident, hakimiyetke, hemmesine rahmet. Buna yolumuz ravan buatır. İndigil 26. yıl. Xuda kalese içki yollardan Open budjetke koyup yutib alsak, içki yollarımız var. Sen nasıl hazırak şulardan ücrettir balamız. Xuda kalese bir yıldan. Rahmet. Buna teknikalar işlep tuttu. Bugünün özünde yarısını bitirip Xuda kalese buna Pagoda da yaxşı olub tuttu. Asfaltimiz ham yaxşı çıkıvatır. Rahmet sizlerge. Bäriňizge, işleriňizge muvaffaqiyat. Asfalt zavodunun direktörü olsun, başka buna xadimleriňe de rahmet. Kızıp bizlerin işlerini işlep berip tuttular. Hemen sonra elatımızga da rahmet mahallelerge. Bizlerge avuzubirçilik etip, Open'den netip ya telefondan nömerlerini verip yutub aldık avuzubirçiligimiz bilen. Şu avuzubirçiligimiz bozulmasın, elimiz hemşe avuzubirçiligi var. Deryalarda suyumuz köp olsun bundan. İndigilden qarab başka köçelerden yutub alıp nasip etken. Aziz mahalledaşlar bana Open budjetdan yaxshi avval berdinglar. Hammangiz yaxshi qarashinglar, g'ayrat salinglar. Rahmat hammangizga. Bana rahmat. Mana yo'limizni boshlab o'tar. Xudo xolasa mana quruvchilarga da rahmat. Mana yaxshi sifatli qilib ishlab o'tar. Xudo xolasa keyingi Open budjetda, keyingi o'yinlarda ana ichki yo'llarni yutib olish niyatimiz bor. Xudo xolasa hammangizga rahmat bilan sho'birlardan bir iltimos, ovur mashina yetar. Shu asfalt qatqancha yurmay turg'ayli bo'lsin. Hammangizga iltimos, Xudo. Bir iki gün yopiq bo'ladi endi bu yo'l. Xudo xolasa. Bir ikkisi kuni, ikkisine de yopiladi kun. Yo'l. Ana iki yog'idan boshlaymiz, Nukus yo'lga tutashadi 4 kil yo'lga, Xudo xolasa.
buyoqqa tutashadi. Bu ertaga bo'ladi barda bu asfaltlar. Mana hammangizga rahmat, quruvchilarga da rahmat. Xudoyim endigilarga da kuch-quvvat bo'laversin, endigi open budjetning o'yinlarida. Mana xudo xolasa, bu yilgi 2-mavsumda 1,5 milliard qo'ydi, hukumatimizga rahmat. Prezidentimizga rahmat. Xudo endigi mavsumda xudo xolasa yana shunday bo'lsa, yana yo'llarni o'tib olib nasib qilaversin. Ana do'stlar, fikr va mulohazalaringizni kommentariyaga qoldiring. Keyingi xudo xolasa Ibn Sino mahallani asfaltlagan vaqtida videoga olib YouTube'ga tashlayman, xudo xolasa uni ham ko'rasizlar. Izohlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Shuning bilan videoni yakunlaymiz. Rahmat e'tibor uchun. Videolarni qo'llab-quvvatlashda davom eting.